Denovda xushmanzara joylar ko'p. Masalan, Kiyovsuv, Ko'kabuloq, Dahana, O'shor, Hojir singari qishloqlar shular jumlasidandir. Ana shunday diltortar hududlardan yana biri Sina qishlog'idir. Ayni paytda bu qishloqda 20 mingdan ziyodroq aholi istiqomat qiladi. Biz bugun hikoya qilayotgan ushbu qishloq haqida juda ko'plab ko'rsatuvlar va ajoyib lavhalar tayyorlangan. Tadbirkor va ishbilarmonlar, shuningdek qo'ligul pazandalar ham Sina qishlog'i dovrug'ini olamga taratgan. Bizni ushbu ko'rsatuvimiz Sinaning tarixi va o'tmishi yoki san'at ahli haqida emas, xushmanzara hududlari haqida ham emas, balki bu yerda yuzaga kelib qolgan ayrim muammolar haqida. Gap shundaki, qishloqning qoq markazidan katta daryo oqib o'tadi. Ishonasizmi? Xuddi shu daryo ichida mol bozori faoliyat ko'rsatadi. Muammo shundaki, daradan suv kelganda yoki mavjud 2 maktab bolalarining o'qishga o'tish vaqtida katta noqulayliklar yuzaga kelib qolmoqda. Bu kabi muammolarni e'tiborga olgan viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov o'tgan 2025-yilda Sina qishloq aholisi bilan uchrashuv tashkil etdi. Yosh tadbirkor Abdujabbor Qiyomov 1,5 gektar hududni auksion orqali sotib oldi va maxsus loyiha asosida chorva mollari bilan savdo qiluvchi zamonaviy bozor qurishni boshladi. Oradan biroz vaqt o'tib, yillar davomida muammoga aylanib kelgan mol bozor masalasi hal etildi. Mana o'sha bozor chorva biznesi bilan shug'ullanuvchi yurtdoshlarimiz ham eski bozordagi mana bunday tirbandlik va tartibsizliklardan bezor bo'lgan mahalliy hokimiyat vakillari ham bugun birdek xursand. Chunki izlanuvchan yosh tadbirkor Abdujabbor Qiyomov 1000 ga yaqin avtoulovlar uchun maxsus joylar hozirlagan. Bundan tashqari qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qilishga mo'ljallangan bozorcha ham qurdi. Xullas, Sinadagina emas, bugun Denovda du gap. Nima ekan, shu yilning 10-iyulida bozorning rasman ochilishi bo'ladi. 11-iyul shanba kuni esa odamlar eski mol bozorga emas, balki yangi bozorda savdo qilishga keladilar. Bu ham albatta Mustaqillik bayrami arafasida xalqimizga katta qulaylikdir. Jo'raqul Tursunov, Nasriddin Kabirov, Surxondaryo.